Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, Jibril alayhissalomni chaqiradi. Chaqirib, men fulan ibn fulan, palonchini o'g'li pistonchini men yaxshi ko'rdim deydi. Alloh taolo bu osmon halqiga tushadi. Jibril alayhissalom Allohning huzuridan osmon halqiga tushib, farishtalarga aytadi. Farishtalarga aytadida, Robbimiz fulan ibn fulan, palonchini o'g'li pistonchini yaxshi ko'ribdi, fa ahibbu, uni yaxshi ko'ringlar deb buyruq beradi. Maloikalar yaxshi ko'radi. Va maloikalarning ichida insonning ajralmas farishtalar bor. Raqibun atid. Ya'ni insonning solih amallari va ma'siyatlarini yozib yuradigan farishtalar bo'ladi. Va hadisda aytadiki, yer yuziga tushib bu narsa, yer yuziga tushgandan keyin bu insonlarga qabuliyat bo'ladi. Buni qabuliyati to'g'risida insonlarning hayotdagi ahli ilmlarning qabuliyati to'g'risida bitta ikkita ahli ilmlarni qabuliyati to'g'risida aytib beraman. Shulardan o'zimizning diyorlarimizdagi hadis ilmini toji bo'lgan Imom Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy rahimahullohni aytib beraman. Shu kishi davrida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydaqa hadisni hifz qilganlar bir nechta sanoqsiz bo'lgan. Hattoki Imom Buxoriyda, ya'ni hadis ilmida hofiz degan laqabni berishlik uchun hadisning matnini, sanadini adashmasdan, bir-biriga kirgizmasdan yodlaydigan ilm ahliga hofiz deb turib yurib, ahli ilmlar laqab berishadigan bo'lgan. Mashhur voqea, Imom Buxoriyda 10 ta muhaddis olim odam kelib turib yurib, ixtibor qiladi, imtihon qiladi. Eshitgansizlar. Shulardan 10 tasidan birortasini eslolmaydimi hozir islom ummati? Imom Buxoriyni imtihon qilgan. Ya'ni u degani Imom Buxoriydan hadisda peshqadam bo'lgan o'zini davrida. Lekin Alloh taolo Imom Buxoriyni qilgan ilmini, islomga va hadisga qilgan xizmatini, qabuliyatini ko'rasizki, yer yuzida birorta musulmon yo'qki, Imom Buxoriyni eslaganda, hadis deganda Imom Buxoriyni eslaydi va Imom Buxoriyda nomi zikr qilinganda nima deydi? Alloh rahmat qilsin degan duo bilan eslaydi. Yoki bo'lmasa Imom Navaviy rahimahullohni Riyos Solihinni muallifini ayting. Bundaqa hadislardan ibodat, axloq, muomalatlariga hadislardan to'plangan qancha hadis kitoblari bor. Lekin birorta bir masjid bo'lmasa kerakki xutba qiladigan yoki biror bir til bo'lmasa kerakki Riyos Solihinda tarjima qilinmagan yoki shuni ummatga yetkazilmagan birorta